Assalomu alaykum hammaga. Kelayotgan 2026-yil avvalo hammaga omadli kelsin. 2025-yilga erishmagan yutuqlarga, erishmagan niyat orzularga 2026-yil hammaga erishinglar. Гладиаторы, сердце жарно, телераны, наша кровь пускай прольется. 2025-yil bizga Kuchray team Ehson ukamiz bolalarni oldiga kelib, shu 2025-yil bir esdalik bo'lsin deb bizga e'tibor qaratishdi. Shu bolalarga sovg'alar, erkakka shlemlar, lapalar palatga qilib ketishdi. Bu e'tibor oldin ham bo'lardi bizga. Rahmatli ukamiz Murodxon To'rayev tomonidan mana haligacha ham eslaymiz. Nimagaki o'rtog'imiz ukamizni eslayotganimiz, o'sha paytda qilgan yaxshiligini mana haligacha ham ota-onalar eslaydi, haligacha ham shogirdlarim eslaydi, haligacha ham biz eslaymiz ustozlar. Oxirati obod bo'lsin. Yaxshilik har doim qolar ekan, shuni bildik yana bir bor. Har doim yaxshilik qilish kerak. Но наш дух не покорить, наша кровь пускай прольется, но наш дух не покорить. Потомки воинов чести, честь для нас превыше смерти. Я Хаткулина Алина, я занимаюсь спортом 8 лет. Мой тренер Бахадыров Бекзат. Я двукратная чемпионка Азии и однократная чемпионка мира. 8-кратная чемпионка Узбекистана. Когда стала чемпионом, стал мой тренер. Я желаю, чтобы 2026 год принес много удачи и много чемпионов. Assalomu alaykum hammaga. Men Ergashev Akmal. Muay Thai sport turi bo'yicha 9 yildan beri shug'ullanaman. Bahodirov Bekzod aka qo'llari ostida. Ulardan ko'p narsalarni o'rgandik. Jahon chempioni bo'ldi, Osiyo chempioni bo'ldi, xalqaro, respublika. Xudo xolasa yaxshi natijalarga erishganmiz. Undan keyin to'xtatib qo'ymaymiz. Men Rashabek Abdumandan Muay Thai sport turi bilan 8 yildan beri shug'ullanib kelaman. Bekshoh sport klubida Bahodirov Bekzod aka hissalari juda ham katta. Shu 8 yil faoliyatim davomida 2 kere Osiyo, 8 kere O'zbekiston chempionlari bo'ldim. Ustozimizga rahmat, hammaga omad tilaymiz. Avvalo hammaga assalomu alaykum. Kelayotgan 2026-yil hammaga qutlug', fayzli, barakali kelsin. Sportchilarimiz ko'paysin, vatanimiz obod bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Assalomu alaykum. 2026-yil hammaga qutlug', barakatli kelsin. 2026-yil chempionlik ko'paysin. Assalomu alaykum hammaga, hamma sportsmenlarga ham assalomu alaykum. Sportsmenlarga kerakli bo'lgan sport anjomlarini olib keldik. Shok, hamma narsa bor. Hammaga omad tilayman. Так огонь всех созывает, и народ весь замирает. Будет битва двух мужчин, и народ весь
набирает, будет битва двух мужчин.